Manga qarang, bu uyda tinchlik bormi? Qachongacha shunaqa yashaymiz? Okangiz jonimga tegib ketdi. Bu uydan chiqib ketadimi, yo'qmi? Ketasizmi? Bolalar ham uyimga olib tashladi. Jonimga tegib ketdi. Men nima qilishim kerak? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Nega kelin bilan urushyapsan? Tinchlikmi deb siz so'ramang, aka. Qachon chiqib ketasizlar? Har kuni oilamda janjal. Uyga joylashib olgansizlar oilaviy. Hozir bilasan-ku, ishimni bir tayini bo'lmayapti. Lekin shu uy senga qoladi. Sharoit payrotingizni bilmayman. Sizlarni boqish jonimga tegib ketdi. Boylik ukamni ko'zini ko'r qilib qo'yibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamoldan qalaysan? Qadrli bo'lsin, aka. Egasiga qulluq. Gapga xursand bo'ldi eshitdim, aka. O'sha restoranning ertaga ochilishi bo'lyapti-da, oldin. Seni taklif qilgani keluvdim. Bo'ldi. Ob bo'ladi, aka. Anu, tashqaridagi bolani maqbot bo'ldi. Bu bola shu yerda mayda ishlarni qilib, tirikchilik qilib yuribdi, aka. Ha, bitta iltimos bor edi ukam. Ob bo'ladi. Agar yo'q demasang, mana bolani ham olsang. Ob bo'ladi, aka. Xizmat bo'lsa yetasiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling, xursand bo'ldi, aka. Rahmat. Sog' bo'lgin. Ob bo'ladi. Ne? Okamu? Ha? Okamu? Sen okaymi? Men kirmayman. Ya to'xta, endi kelishga kelib qo'ydi, qarab turibdilar. Bunaqa qilmay yur. Sizlarni chaqirishimdan maqsad, sizlarga bitta yangiligim bor. Mana o'zim orzu qilib yurgan restoranni ochdim. Shunga ega bo'ldim. Qolaversa, ana shu restoranimga bir ish boshqaruvchini tayinlamoqchiman. Shuning uchun endi o'zim bilgan inson. Hozir meni kerak, anchadan bir birgamanmi? Bu meni yaqinim, bu meni jigarim. Ukam Abduqodirga topshirmoqchiman. Okey. Meni kechiring. Bugundan boshlab shu restoranni ish boshqaruvchisiman. Nima bo'lganda ham ukam, meni jigarimsan. Qaddingni ko'tar. Rahmat. Ukam jonim jonim ukam